Ka'batullohdagi dahshatli ilon. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Iltimos, videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Peshona teri bilan topgan jamg'armasidan zakot bergan dehqon bir do'sti bilan haj safariga otlandi. Dehqon zakotni ado qilganidan so'ng qolgan pullarni belboqqa o'rab mahkam beliga bog'lab oldi-da, yo'lga ravona bo'ldilar. Bir necha kun yo'l yurib, Madinaga yaqin qolganlarida bir karvonsaroyga to'xtadilar. Peshin namozini o'qishga niyat qildilar. Tahorat olish uchun chiqib turgan buloq suvlaridan birining yoniga borib o'tirgan dehqon biroz hordiq oldi-da va tahorat qilib namoz o'qidi. Do'sti bilan Madina tomon yo'l olar ekan, biroq belidagi pullardan bog'langan belbog'ini tahorat olgan buloq yonida unutib qoldirganini bildi. Qaytsammikan, o'ylardi dehqon. Oradan ancha-muncha vaqt o'tdi. Allaqachon kimdir topib olib ketgan bo'lsa kerak. Odam gavjum joy bo'lsa. Mayli. Ammo bir umr yiqqan boyligim o'sha edi-ya, o'ylardi xayolida. Dehqon do'sti bilan haj ibodatini chiroyli tarzda ado etdilar. So'ngra yana o'sha yo'l orqali ortga qaytdilar. Pulni unutib qoldirgan karvonsaroyga namoz o'qish uchun to'xtadilar. Dehqon o'sha pulni unutib qoldirgan buloq bo'yiga negadir oshiqdi. Ammo u buloq bo'yiga hech kim bormayotgan edi. Bundan taajjublandi. Dehqon buloq tomon yurgan edi. Odamlar uni to'xtatib dedi: "U buloq bo'yiga borma. U joyda katta bir ilon bor. Yaxshisi boshqa buloqlardan birida tahorat olaver." Dehqonning qiziqishi ortdi va dedi: "Yo'q, men o'tib ko'raychi, qanday ilon ekan?" Dehqon buloq bo'yiga o'tib ne ko'z bilan qarasinki, belbog'iga o'ralgan pullari turar edi. Dehqon xursand bo'lib pullarni olib, yig'ilgan odamlarga bor gapni aytib berdi. Shunda odamlar orasidan bir ilmli ulamo dedi: "Ey musulmonlar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini eslanglar. Kimki topgan molidan Alloh uchun zakot bersa, Alloh uni molini o'g'ri va har xil talofatlardan asraguvchidir deganlar. Ushbu birodarimiz ham zakotni o'z vaqtida Alloh uchun berganligi uchun bu belbog'idagi pulni Alloh odamlar ko'ziga ilon shaklida ko'rsatgan va natijada ushbu omonatni o'z egasi kelgunicha saqlagan. O'z bandalarini omonatlarini saqlovchi odil Allohga hamd va sanolar bo'lsin." Hurmatli tomoshabinlar, ushbu ibratli voqea sizlarga yoqqan bo'lsa, video ostidagi like tugmasini bosib qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.